Barchaga salom. Ko'pchiligimiz hayotimiz davomida bir marta bo'lsa ham nima bilan shug'ullansam ekan deb boshimiz qotgan. Qanday kasbni tanlasam ham rohatlanaman, ham daromadga ega bo'laman degan savollar xayolimizni tark etmagan. Agar sizda ham shunday savollar bo'lsa, albatta ushbu oddiy va qiziqarli testni o'zingizda sinab ko'ring. U orqali siz uchun aynan qanday kasb mos ekanligini bilib olasiz. Har bir savolga javob berish uchun sizda 5 soniya vaqt bo'ladi. Berilgan javoblardan birini tanlang va o'z ballaringizni hisoblab boring. Birinchi savol: siz qanday insonsiz? A. Bilmayman. B. Qulay. C. Yoqimtoy. D. Muomalali. E. Aqlli. Ikkinchi savol: siz dangasamisiz? A. Ba'zida, biroq dangasalikni yengishga urinaman. B. Juda ham bandman, dangasalikka vaqt yo'q. C. Dangasalik qilishni istamayman, ammo biror yumush bilan mashg'ul emasman. D. Yo'q, ba'zan zerikaman. E. Doim yalqovlik qilaman va bu menga yoqadi. Uchinchi savol: sizning sevimli buyum yoki mashg'ulotingiz? A. Xorijiy til. B. Pazandalik. C. Kompyuter. D. Rasm chizish. E. Qiziqishlarim yo'q. O'z ballaringizni hisoblab borishni unutmang. Keyingi savol: bo'sh vaqtingizda nimalar bilan band bo'lasiz? A. O'yinlar o'ynayman. B. Sayr qilaman. C. Ichimlik ichaman. D. Kitob mutolaa qilaman. E. Internetda band bo'laman. Beshinchi savol: tasavvur qiling, siz uchrashuvdasiz. Qaysi guruhga qo'shilasiz? A. Suhbat bilan band bo'lgan kichik guruhga. B. Ko'rinishi qiziqarli bo'lgan inson suhbatiga. C. Hech kimga, bir chetda kuzataman. D. Faqat do'stlarim va tanishlarim davrasiga. E. Ko'p kulayotgan katta davraga. Oltinchi savol: axborot vositasining qaysi qismini o'qishga intilasiz? A. Zavqlantiradigan qismini. B. Barcha yangiliklarni. C. Asosiy sahifani. D. Qiziqarli maqolalarni. E. O'qishni yoqtirmayman. Yettinchi savol: sizning sevimli film janringiz? A. Detektiv. B. Komediya. C. Hujjatli filmlar. D. Melodrama. E. Filmlarni yoqtirmayman. Sakkizinchi savol: agar sizda reality shouda ishtirok etish imkoniyati paydo bo'lganida qay birini tanlardingiz? A. Tajriba orttirishga yordam beradigan shou. B. O'z qobiliyatimni namoyish eta oladigan shou. C. Mish-mishlar va munosabatlarni oydinlashtiradigan shou. D. Mashhur bo'lish mumkin bo'lgan shou. E. Barcha shoular vaqtni behuda sovurishdir. To'qqizinchi savol: kelajakda kimgadir suyanishni istarmidingiz?
A. Hech qachon, faqat o'z kuchim va qobiliyatimga tayanaman. B. Ha, boshqalarga suyanishni yoqtiraman. S. Faqat ish yuzasidan. D. Agar imkonsiz vaziyatlar bo'lsa. E. Agar yo'q desam, yolg'on so'zlagan bo'laman. O'ninchi savol. Quyidagi mashg'ulotlardan qay birini ma'qul ko'rasiz? A. Eng yoqtiradiganim yalqovlikdir. B. O'rgatish, maslahat berish yoki kimgadir ko'maklashish. S. O'z ijodkorlik qobiliyatlarimni ishga solish. D. Biznes rejalar ishlab chiqish. E. O'z bilimlarimni murakkab masalalarni yechishga qaratish. Endi ballaringizni hisoblash vaqti keldi. Natijalar bilan tanishamiz. 0 balldan 7 ballgacha. Kategoriya boshpanasiz. Mashg'ul bo'lish ehtimoli bo'lgan kasblar: o'g'ri, professional tilanchi, axlatchi, xayriya jamg'armasining vaqtinchalik xodimi, erkin volontyor, kichik daromad keltiruvchi boshqa faoliyat turlari. 8 balldan 15 ballgacha. Kategoriya xizmat ko'rsatish sohasi. Mashg'ul bo'lish ehtimoli bo'lgan kasblar: oshpaz, sportchi, usta, ofitsiant, mexanik, elektrik, santexnik, sotuvchi, sotuv agenti, murabbiy. 16 balldan 24 ballgacha. Kategoriya davlat ishi. Mashg'ul bo'lish ehtimoli bo'lgan kasblar: o'qituvchi, militsiya, o't o'chiruvchi, shifokor, tarbiyachi, kadrlar bilan ishlovchi xodim, styuardessa, ijtimoiy mehnat sohasi xodimi. 25 balldan 32 ballgacha. Kategoriya san'at va madaniyat. Mashg'ul bo'lish ehtimoli bo'lgan kasblar: yozuvchi, qo'shiqchi, aktyor, rassom, dizayner, model, jurnalist, muhandis, fotosuratchi, moda sohasi. 33 balldan 40 ballgacha. Kategoriya biznes sohasi. Mashg'ul bo'lish ehtimoli bo'lgan kasblar: tadbirlar tashkilotchisi, hisobchi, xususiy detektiv, yurist, veb dasturchi, redaktor, kompaniya direktori. Bu test sizga qanchalik mos keldi va sizga qaysi kasblar yoqadi? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.